Hurmatli O'zbekiston fuqarolari, akalar, sizlarga ko'p gap kerak shekilli, namanganliklarga bilmadim-u, ko'pinglar quyit qo'yapsizlar. Sizlarga men normalni gapirmoqchi edim boshida. Qarasam bitta ikkita o'zinglardan chiqib qolgan vorzakoninglar bor ekan. Men ko'chani bolasiman, bu ko'chani bolasi hatto hayotda bo'lolmaydi ko'chani bolasi. Akalar men eshitib turgan bo'lsanglar, andijonlik akalarimizga bu namanganliklar nima deb quyit qilyapti, men tushunmayapman aka. Akalar, ukalar, osmoqonlar. Endi bu namanganliklar nima qilish kerak bilmadim-u. Namanganliklar o'zi eskidan ko'p. Buni hammamiz bilamiz. Bitta Andijonga atlet yozishyapti-yu, bular men bilmadim, qolgan joyda, qolgan shahardagilar nomimizni bilmaydi deb o'ylashyapti shekilli, bitta Andijonimizni ko'p deydi deb o'ylayapti shekilli. Hozir men buni yozishimdan maqsad namanganliklar hozir men kecha kunduz hatto men musofir yurtdaman, ishlolmayapman hamda men bu narsalarni ko'rib kecha kunduz mana shu yurtda yangiliklarni ko'rib turibman. O'zimiz andijonlik bolalar juda kam atlet yozyapti. Endi men hozir o'zim atlet yozib tashlab qo'ydim. Yana yangi atletlar boshlanyapti. Endi namanganliklar eshitdinglar. Eskidan azaldan sizlarni ko'p degan nominglar bor. Chunki bu isbotan borda bu narsaga. Sizlar to'g'rilarda anekdot ko'p chiqqan, boshqa narsalar chiqqan. Kerak bo'lsa videolargacha chiqqan. Bu narsa akalar sizlarga men chiroyli gapiryapman. Boshida chiroyli gapirmoqchi edim. Soqolli akamiz bor ekan. Kalleni olaman, balon qilaman deb. Duxing yetsa aka, sen soqolli. Duxing yetsa aka. O'zbekistonga, Andijonga sen Andijonga kirisha olmaysan. Hech qaysi biri Andijonga kirisha olmaysan. Nimaga? Chunki Andijonga kirishadigan bo'lsang, hammani ustingdan siyib jo'natadi. Kalta yeching xuyni. Hamma kirishasan, siraz orqaga vazirat bo'lishasan. Senlar hozir hamma patsansanlar. Men katta kichikni top. Ko'tsanlar. Akalar, senlarga yana bir marta aytyapman, namanganlik akalar. Atlet yozishavermi? Senlar baribir azaldan ko'tsanlar, ko'tligincha qolasanlar. Xo'p, tak. Sen umuman ko'tsan, soqol erkakda bo'ladi dema, menda ham soqol bor. Kakras soqolim olgan paytimga duch kelib qolding sen. Soqolni o'stirish bitta senda emas. Liboy erkakda bor soqol. Ko'tlar. Sen ko'tlar soqol qo'yishmi? Chunki senlar xunasasanlar. Xunasa ko'tsanlar. Yana bittadan gapirishsan, hech kim yozib qo'yishsan. Figurani qaraysan, gandon. Figura kerak emas, hech qaysi odam deb baqlashga bo'lib yurganing bilan ham figura kerak emas. Kallang bo'lish kerak senlarda. U figuram bor deb yurishma. Sen men figurang bo'lib turib, mendan yoshing kattami, kichkina, men kattasan shekilli. Figurang bo'lib turib, meni oldimga sen bitta ikkitaman senda qilaman. Kerak bo'lsa to'rttasini ikkitaman senda qilasan. Andijonliklar hammasi erkak, mard odamlar. Andijondan bittasi ko'tiga sikilganini eshitganmisan yo? O'sha bo'lganmisan? Bizdan chiqmaganda ko'p. Chunki ko'tiga sikilib, boshqa chiqmagan. Nimaga azaldan senlarning noming bor hamma joyda. O'zlari ham kallangni ishlatishgan. Qayerga borishsang, namanganliklar ko't oladi. Hatto senlarning anekdotlaringgacha chiqib ketgan-u. Ya kallang ishlamayaptimi yo achchig'ing kelishganini o'zlaringni bilishmasdan atlet yozishyapsanlarmi? Buni atlet yozishaveradigan bo'lsang, o'zlaringni ko'tlaring betlar ochilib ketmaydimi? Asnasidan qo'rqishmayapsanlarmi senlar? Senlar azaldan eskidan ko'tsanlar, men eski gapim, oldingi birinchi chiqargan videoimdagi gapim. Men sendaqa ko'tlarning juda ko'pini ushlaganman.
bir-birimizga atlet yozaveradigan bo'lsak-da, bu bilan bo'lmaydi-da. Yo sen oxiri borib qamalasan, yo biz ham men qamalaman oxiri borib, yo birontasi qamaladi oxiri borib. Shu hammamizga kerakmi akalar? Nahvi keragi bor. Bo'ldi-da. Ko'tmisan, ko'tsan. Ja, men ham ko'tmassanlar senlar, to'g'ri, normalniy odamlaring ham bor. Lekin 100% masu bir 80% odaming ko'tsanlar. Короче, senlarga oxirgi gapim, yaxshilikcha tugamaydi bu narsa agar shunaqa ketadigan bo'lsa. O'zingni bosishib ol. Hamma narsani oxiri bor, yo'q deb aytsa-da odamlar bu narsani oxiri yo'q. Tarish ketilaveradi. Короче, bo'ldi qilish akalar. Men ko'rib turgan aka, men takalarimizga mendan alangari salom. Uzr ama ayniqsa Anzanda men takalarimizdan juda katta uzr so'rayman bu narsalar yozayotganimdan. Endi bu narsalarni yozishdan maqsadim akalar, ko'ryapsizlar-ku, anzanliklar ko't bo'ladi, palon bo'ladi deyapti. Nima endi namanganliklar bizni pon erkak zotini so'kadi-yu, biz ular so'kishga haqqimiz yo'qmi aka? Ona akayni bir marta aytaman, men takalar sizlardan ming bora uzr. Men bu narsa yozganlarimga ming bora uzr. Uzr olma akalar.